Assalomu alaykum. Bu qizni ahvolga tushib qolmaslik uchun qanaqa narsalarga amal qilish kerak? Iloji bo'lsa, dokonca bo'ling, qamating ushlatib. Marhamat, tomosha qiling. Yomon ahvolga tushib qoldim. Bu videoni ko'rib, marhamat tomosha qiling. Kanalga obuna bo'lib qoling. Firibgarlar tuzoqqa tushdim. Telegramdan ertalab xabar kelganda, bilmayman endi kimdan sizga tabrik bor, nimadir deganda, men o'yladim birorta muxlisimdanmi deb shunaqasi deb turardi-da. Keyin ochsam ichiga qanaqadir rasm bor ekan. Keyin u rasmni ochdim, qanaqadir sizni tabriklaymizmi, nimadir. Keyin hay dedim, qo'ydim. Uyga non qo'ymagandim, magazinga non olishga chiqqandim. Pul olmadim, kartamda bor to'layman deb. Kartamga kitsam non turibdi. Yana qaytib kirib, yana qaytib kiraman, non turibdi. Bilmayman, o'shandan bo'lib, boshqadan bo'lib, kartamdagi hamma pul yo'q qolgan u yoqqa. Hamma narsani puli bor edi, o'zim ishlab topgan pullarim bor edi. Nima qilishni ham bilmayman hozir. Taksi zakaz qilgandim, keladigan ekan, bankka borib kelishim kerak. To'p berib biladimi, yo'qmi bilmayman. Qanaqa qilib o'sha odamlarni topish mumkinligini ham bilmayman. Bitta tanishimga shunaqa bo'ldi deb aytsam, boshqa davlatdan qilingan bo'lsa to'p berolmaydi deyapti. O'zim aytdim, nalishka qilib qo'yay, firibgarlik ko'p bo'libdi hozir deb aytdim. Bekor o'sha rasmni ochibman, Telegramdan ochmasam bo'lar ekan. Xudojonim, iloyim topilsin-da, iloyim kim qilgani topilsin. Men o'ylaydimki, ana bu begona nomerlar bor-ku, o'shandan naqa bo'lsa ko'tarmaslik kerak deb, lekin Telegramdan bo'lisini bilmagandim. Boshqa nomer ham begona ko'tarmagandim. Kartamdagi hamma pulni olib ketgan. Non to'xtab.